Rossiyada avtoshtraflarni olish tartibini eshiting. Eng kam pensiya, ya'ni eng kam ish haqi oyligini 31 kunga bo'lasiz ekan. 31.000 rublni 31 ga bo'lsangiz, 1000 rubl eng katta shtraf. Eng kichik shtraf 100 rubl ekan. Putinga avtoshtraflarni oshirish taklifini qilishganida, Putinning gapini Mishustin hukumat vakillariga yetkazdi. Hukumat xalqni talon-taroj qiladigan mafiya, reket yoki biznes tashkilot emas. Ba'zi davlatlar bo'lib ketganidaqa. Oylikka yashaydigan oilalar ko'pchilikni tashkil qiladi. Har bir oila ovqatlanishi, kiyinishi, kommunal to'lovlarni, ya'ni svet, gaz, suvlarga to'lashi lozim. Ba'zi oilalar kredit, ipoteka olishmagan, hayot majbur qilganligi uchun kimlardir ijaraga turadi. Agarda hukumat kuniga berilayotgan maoshidan oshiqcha shtraf miqdorlarini ko'tarilishiga yo'l qo'ysa, xalq ochlikka qulab ketadi. Buni asoratlari xalq paxta qo'yadigan 200lamachi artist, maskaravoz, o'g'ri, kisavur qiyofalariga kirib yashashga majbur bo'ladi, deb tushuntirdi. Keyin bilinglarki, Rossiyada hukumat o'rnatgan radarlardan tashqari boshqacha radarlar yo'q. Menimcha Alloh shuning uchun qiyomatda so'roq savolni birinchi podsho prezidentlardan boshlasa kerak.